Salom do'stlar, bugun men sizlarga DRS Plus ilovasi haqida 101 fakt aytib beraman. Undan oldin sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani ketdik. Bizda birinchi fakt qaysi deb o'ylaysizlar? Taxminingizni yozib keting. Endi esa biz birinchi faktni boshladik. Bu ilova Dream League Soccer darsi o'yin uchun maxsus yaratilgan. Ikkinchi fakt, u o'yinchilar bazasi Database sifatida ishlaydi. Uchinchi fakt, o'yindagi barcha futbolchilar shu yerda bor. Tur bu o'yin emas, bu ma'lumot ilovasi. 5. DLC24 va DLC25 bilan mos keladi. 6. Ilova real vaqtda o'yin bilan sinxron emas, lekin yangilanadi. 7. Futbolchilar DLC ichidagi qiymatlar bilan ko'rsatiladi. 8. Har bir o'yinchining reytingi bor. 9. Har bir o'yinchining narxi bor. 10. Bu narxlar DLC do'koniga narxga mos keladi. 11. Ilova orqali futbolchini sotib olishdan oldin tekshirish mumkin. 12. Qaysi futbolchi qimmatroq va kuchliroq ekanini ko'rish mumkin. 13. Legendariy futbolchilar alohida chiqadi. 14. Rare futbolchilar alohida chiqadi, ya'ni ko'k kartali o'yinchilar. Common futbolchilar alohida chiqadi, ya'ni oq kartali futbolchilar. Har bir futbolchi rang bilan belgilanadi. 16. 17. Sariq legendariy. 18. Ko'k rare. 19. Kulrang common. 20. Pozitsiyalar GK, KF, LV, SB va boshqalar ko'rsatiladi. 21. Har bir futbolchining spidi bor. 22. Stamina bor. 23. Strength bor. 24. Kontrol bor. 25. Passing bor. 26. Shooting bor. 27. Tackling bor. 28. GK'lar uchun handling bor. Reflex bor. 29. Statistikalar DLCdagi kabi hisoblanadi. 30. O'yinchining umumiy reytingi bu statlardan chiqadi. 31. O'yinchilarni ismi bilan qidirish mumkin. 32. Klub bo'yicha qidirish mumkin. 33. Mamlakat bo'yicha qidirish mumkin. 34. Pozitsiya bo'yicha shiftlash mumkin. 35. Reyting bo'yicha tartiblash mumkin. 36. Narx bo'yicha tartiblash mumkin. 37. Eng tez futbolchini topish mumkin. 38. Eng kuchli zarba beruvchilarni topish mumkin. 39. Eng arzon lekin futbolchini topish mumkin. 40. Meta Player'ni topish mumkin. 41. Ilova DLC strategiya qilishga yordam beradi. 42. Pulni behuda sarflamaslikka yordam beradi. 43. Legendariy agentdan nima chiqishini bilishga yordam beradi. 44. Transfer marketni tushunishga yordam beradi. 45. Qaysi futbolchi op ekanini ko'rsatadi. 46. Pro o'yinchilar shu ilovadan foydalanadi. 47. YouTuber ham shu bazani ishlatadi. 48. Jamoa qurishda juda muhim. 49. Rank push qilishda foydali. 50. Onlayn matchlarda ustunlik beradi. 51. Ilova offline ham ochiladi. 52. Internet faqat yangilanish uchun kerak. 53. Yangi DLC versiya chiqqanda yangilanadi. 54. Transferlar yangilanadi. 55. Reytinglar o'zgaradi. 56. Ba'zi futbolchilar nerf bo'ladi. 57. Ba'zilari buff bo'ladi. 58. Ilova buni ko'rsatadi. 59. DLC update chiqsa, ilova ham update oladi. 60. Eski futbolchilar ham qoladi. 61. Har bir futbolchining rasmi bor. 62. Klub logosi bor. 63. Forma ranglari ko'rsatiladi. 64. Mamlakat bayrog'i bor. 65. Oyoq left right ko'rsatiladi. 66. Bo'yi ko'rsatiladi. 67. Yosh ko'rsatiladi. 68. Pozitsiya o'zgarishlari ko'rinadi. 69. Qaysi joyda yaxshi o'ynashi bilinadi. 70. Jamoa bilan balansini tuzish mumkin. 71. U futbolchi topishni tezlashtiradi. 73. Eng kuchli hujumchilarni ko'rsatadi. 74. Eng yaxshi sabirlarni topib beradi. 75. Eng tez wingerlarni topadi. 76. Eng ob GK'larni ko'rsatadi. 77. Low budget uchun ham variant beradi. 78. Hidden Gem futbolchilarni topadi. 79. Pay to win bo'lmaslikka yordam beradi. 80. Free to play o'yinchilar uchun juda foydali. 81. Ilova DLC Player ensiklopediya hisoblanadi.
82 barcha statistikalar rasmiy dalil qiymatlaridir. 83 hech narsa taxmin emas, real qiymatlar. 84 deyt bilan met o'zgaradi. 85 ilova metani ko'rsatadi. 86 Pro Liga chiqishiga yordam beradi. 87 legendary TM tushishga yordam beradi. 88 squad buildingni osonlashtiradi. 89 o'yinni professional darajaga olib chiqadi. 90 dalasini jiddiy o'ynaydiganlar uchun majburiy ilova. 91 ilova reklama bilan bepul ishlaydi. 92 premium versiyasi ham bo'lishi mumkin. 93 Androidda juda mashhur. 94 millionlab foydalanuvchilar bor. 95 DLC community ichida standart ilova hisoblanadi. 96 Players va YouTube'da shu ilovaga tayanishadi. 97 o'yinda yutish imkoni oshiradi. 98 squadni maksimallashtiradi. 99 DLC skinni oshiradi. 100 bu ilova DLC o'yinchining eng kuchli quroli hisoblanadi. 101 bu ilovani hech qayerdan topib bo'lmaydi, faqat bu Telegram fayldir. Do'stlar, sizlarga yoqqan bo'lsa obuna